Bilarmidingiz? Olimlar ninachini juda yaxshi ko'rishadi, chunki ular go'yo yer sayyorasidan emasdek ko'rinadi. Avvalo, ularni 4 ta qanoti bor. Oldi va orqa qanotlari navbatma-navbat harakat qilganda, ninachilar havoda juda yengil uchadi. Agar 4 ta qanoti bir vaqtda qoqilsa, uning tezligi bir zumda oshadi. Eng qizig'i, ninachi qanotini 8 shaklda harakatlantira oladi. Shu sababli u havoda bir joyda muallaq turishi va hatto orqaga qarab ham ucha oladi. Shuning uchun uning ovdagi muvaffaqiyat darajasi 95% gacha yetadi. Ninachi o'ljasini nishonga oldimi, qochib qutulish deyarli imkonsiz. U o'ljani qaysi tomonga uchishini oldindan hisoblab, uni yo'ldayoq tutib oladi. Bundan tashqari, uning ko'zlari ham hayratlanarli. Har bir ko'zi taxminan 56 mingta mayda linzadan iborat. Shu linzalar birgalikda ninachiga deyarli 360 darajada ko'rish imkonini beradi. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Ninachi tabiatda eng zo'r ovchi hasharotlardan biri emasmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.